Assalomu alaykum, ani quyoshchalarim, barchangizga xayrli kun. Bugun bizda iftor parti, o'quvchilarim bilan iftorlik qilyapmiz, xudo xolasa. Restoranda bo'lgani uchun unaqa ko'p ham o'zimizni urintirmadik, ko'p ham nima deydi, xarajat, shunaqa narsalar qilmadik, xudoga shukr. Kecha kun bo'yi doktorda edim, o'zimni biroz check-up qildirdim. Bir haftadan beri qovog'im uchadi, ya'ni meni qovog'im o'zidan o'zim tushdi boshlovdi. Ishonsanglar qo'rqib ketdim. Aptekaga kirdim, to'g'rirog'i magniy yetishmayapti shekilli, chachibiti magniy yetishmovchiligidan dedi. Aptekaga kirib magniy sotib olgani kirsam, aptekar menga mikroinsultni boshlanishi, qovoq uchishi, magniy ta'sir qilmaydi dedi. Endi duxumga o'tirdimmi? Duxumga o'tirib kecha Namanganga borib keldim, u kecha kardiologga bordim. O'zi qandaydir mana tomonim sanchib qo'yardi-da, prям o'shanga plus bo'ldi-da. Qo'rqib ketib borib exogrammalar qildirdim. Yo'q, Xudoga shukr, alhamdulillah, yaxshi ekanman. U asha biroz asabdan magniy yetishmovchiligidan dedi va magniy yozib berdi. Ko'zimni zreniyamni tekshirtirdim. Shunaqa qilib kecha o'zimni doktorga o'zimni ko'rsatishga vaqtimni sarfladim, to'g'rirog'i. Shunaqa qilib bugun nam ishsiz kunimiz o'ta olmaydi, ba'zi proyektlarda videolar qolib ketadi deb Cleanhouse'ga syomkaga keldik. Kechqurungi storieslarni o'tkazib bormanglar, juda ham qiziq bo'ladi. Hamma yo'q sizlar bilan bo'lishib turishga harakat qilaman. Assalomu alaykum opajon. Men sizlarning yangi SMMchilaringman. Bugun siz bilan zo'r trend video olgani keldim. Bappa xudo, kirib keldi ano, kalta kasaydek bo'lib. Endi anu sevmamam deganlari nima ekan? Kim o'ylab toparkin shuna narsalarni? O'tirdim hamsiz. Qattaki. Opajon, bugun biz trendda bo'lgan Masha Tillayeva bilan Yumkan ashulasiga raqs olamiz siz bilan. Qarang. Quyosh kular jiz, ikkita asal qiz, soqqa sanar dirs. Ha, katta erkakni topgan ishini qaranglar. Traktorda ol, mazza qilib yer hayda. O'sha yerda ko'rasa quyoshni qara, jiz qilishini. Eslab oldingiz opajon. Demak, takrorlaymiz. 1, 2, 3 ketdi. Quyosh kular jiz, ikkita. Opajon, oson-ku, qarang. Havoni ushasiz, tortasiz. Havoni ushasiz, tortasiz. Havoni tortishni endi eshitishim, tavba qildim. Ha, undan ko'ra menga molni yelinini bermaysanmi? Men uni shuni tortib 40 litr sut beradigan moldan 50 litr sut sog'olmaymanmi? Ha, bir yo'li qaymog'ini ajratib olmaymanmi? Ber menga o'shani. Dirs. Qana aparat ekan? Borma kuyasan. Voy ajoyib ekan-a. Hozir kuyasan. Voydan. Ana kuyding. Men uni ogohlantirdim. Ha, odam deganim hamma yoqqa qo'lini tiqaveradimi? Mana u yelkada turgan boshmi yo qovoqmi? Men mazza qildim. Shu ikkita qo'li bilan bormabdi. Ajab bo'ldi-da, yayradim. Asal qiz, soqqa sanardi. Mashhur opa, menga emotsiyalaringiz yoqmayapti. Emotsiya bera olmayapsiz siz. Emotsiya bermagunizcha olamiz shu videoni. Senga emotsiya kerakmi? Enagina uch qurg'oni. Mana qacha. Voy. Uni sharbanda. Volidan milkli tovarlari sansizdan talash. Menga kerakmi seni Instagraming? 306 Mana KFC'lar ham olindi. Biz hamma yoqda oldik, endi birinchilardan bo'lib, mana orqada qizlar yo'lga chiqyapmiz. Ashundan cho'ta tatib ko'rgim kelyapti. Hech bitta frista yeb ko'raymi? Ahmad. Nima mashhura oling. 15 dollar. Mama qizlar beringlar marojnilarini. Keltiringlar. Mana Nurxon. Teparoqda, ha. Nurxon hozirgi hodisalarni yoritish kerak. Mana biz joy qidirib yuribmiz. Tekis o'sha idealniy joyni. Voy, maytam chiroyli ekan, qaranglar, suv ko'rinar ekan. Ana o'sha mashina turgan joy tekis ekan. Ha. Ketdingmi? Qani tushaylik-chi? Voy. Mana bizda dekoratsiyalar olinyapti. Nurxonchik har doimgidek. Qizlar, biz yetib keldik. Havoyimiz zakasnoy bo'lyapti o'zi. Prям Allohning mehribonchiligi shida baytlarga kelsa odam birinchi o'rinda bunaqa Allohning mo'jizalarini ko'rib subhanalloh deyish kerak.
Chunki buni inson qo'li bilan yaratib bo'lmaydi. Buni faqatgina Alloh shunaqa qilib, chiroyli qilib qirlarni ko'rpa qo'ygandek to'shab qo'ygan. Zita mita bo'lib qoldik mana. Keraksan brendidan. Bloklarimiz. Bu kimita Fatima Zuhra qimmat bo'ldi. Ha, Fatima Zuhra qiz mana. Avtobusni almashtiramiz ekan, boshqa avtobusga o'tganmiz. Hozir Turkiya chegarasidamiz, Gruziya tomonidamiz. Mana bulutlar qaranglar. Qizlar. Nariyoqqa topshiramiz. Biz Turkiya tomonga o'tdik. Qaranglar. O'tishimizga sezildi. Trabzon havosi sezildi. Biz Trabzonga yetib keldik va har doimgidek men bitta ishkalish qilmasam bo'lmaydi. Nima qildim? Eng kerakli narsani qoldirib, Avtobusda pasportimni qoldirib ketman. nomer olganim mehmonxonaga. Xuddi samolyot yuribdi. Voy ustozim, biz bunday go'zallikni oldida Xuddimi? Bizni nomerimiz mana 2 kishilik nomer Trabzonda Burch otelidamiz. Biz ma'lumot o'rnida gruppovoy tur bilan kelganmiz, family turdan. Ha, juda ham chiroyli ekan otelimiz. Bizga yoqdi. Mana. Все чисто, все нормально. Xudo xolasa bu oteldan ham bizda ajoyib xotiralar qoladi. Tavba, on qarang samolyot turishini. Mashhur opa, doimgidek ikkita buket qilib berasiz-a? Bittasi ayolimga, bittasi onajonimga. Voy, Azbek Ibram, sizga havas qilaman. Doim onajoningizga ham, ayolingizga ham bir xil qilib gul olasiz. Malades. Xo'jayinim har doim Bagibidan gul olib keladilar. Gullaring shunaqa chiroyli. Bugun dugonamni tug'ilgan kuni edi. Shunga bitta zo'r qilib buket yasab bering. Yaxshi-ku. Xo'jayingiz ismlari nima edi? Azbek. Voy, Azizbekmi? Voy, Bram yaxshi bola, Bram oilaparvar. Doim sizga ham, onasiga ham qilib bir xil qilib ikkita buket olib ketadi bizdan. Ikkita? Qaynam o'tib ketganlarga 4 yil bo'ldi-yu. To'g'risini ayting, kimga olardi? Onamga degan edi. Tez Bagibiga yetib keling. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyjon o'tib ketganlariga 4 yil bo'ldi. Ikkinchi gulqatga ketayotgani menga qiziq bo'lyapti. Xolam borlar-ku, bilasan-ku. Xolamni ko'rsam bilasan-ku, onajonimni ko'rgandek bo'laman. San tovuq miya. Noto'g'ri tushunibsan. Ana, to'g'ri gumonda bo'ling, singlim to'g'ri aytishyapti mana bu siylay rahim. Biz o'zimiz Kirgiliga dastavka qilib o'rardik gullarni. Ha, xolam Kirgilida emas, Oybekda turadi-ku. Ha, Kirgili bilan Oybekka bitta 8 avtobus qatnaydi-ku, bilasan-ku. Opam adashtirib yubordi. Adashtirib yubordingiz-a? Ha, to'g'ri men adashtiryapman. Oybekka jo'natardik. Doim qizlari tushib olib ketar edi. Ha, qizlari, xolamda 3 ta o'g'il-ku. Opa, yomon zapal qildingiz. Yordam qiling endi. Tushundim. Bo'ldi, uka. Qoching! Mana Kanada chegarasiga to'shab turaman, qoching!